Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari. Aka xolla X qo'y so'raganlarga mana 2 dona o'sha bitta bolasi qo'chqor, bitta bolasi sovlig'idan. Onasi 8 tish. Mana onasi ham bo'g'oz. Mana qornlari osilib qoldi onasini. Mana akalar. Mana bolalar qaranglar, biri qo'chqor, biri sovliq. Akalar bu videoni ko'rishdan oldin bizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like, bitta podpis bosib qo'ysanglar, har doim sizlarga mana 50 ta chiroyli qo'ylardan boqaman degan akaxonlarga tezroq yetib boradi. Mana qo'chqorni qaranglar, dumbasini. Mana. Akalar bitta like, bitta podpisga Hazrati Umar kanaliga doim obuna bo'lib qo'yinglar. Mana akalar, qo'ylar qaranglar. Xudo xolasa dastopkalarimiz Andijon, Farg'ona, Toshkentgacha akaxonlar. Xudo xolasa qo'ylarimizning narxi akalar. Bundaqa X qo'y degan akaxonlarga o'zi bu qo'ylarni biz qimmatroq aytsagan bo'ladi-yu, biz o'zimiz dehqonchilik bir odam sotib qo'ygan akalar. Xudo xol chiroyli narsalar. 12 million so'mga sotib yuboramiz akalasini. Mana. Cho'lasi. Qo'llab-quvvatlaganlar uchun rahmat. Mana qo'ylarimiz. Mana akalar, qo'yni qaranglar. Biri sovliq, biri qo'chqor. Ona 8 tish, 4-chi bolasi. Mana zo'r xudo xolasa.